Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Juda ham ko'pchilik eskrov tizimi qanaqa bo'lishligi haqida savollar bilan murojaat qilishyapti. O'zim bilgan ma'lumotlarimga ko'ra, o'zimni fikrlarim albatta, eskrov tizimi ya'ni shot ochishlar, raqam ochish yarimta minimalkadan bitta minimalkagacha bo'ladi. Ya'ni 100 mingdan 500 minggacha. Eskrov tizimi haqqi 0,2% dan 1%gacha. Ya'ni 100 ming dollarlik xonadonni oladigan bo'lsak, kelinglar shunaqa qilaylik, 100 ming dollarlik xonadondan hisob kitob qilib kalkulyatsiya qilib olamiz. Bu degani 200 dollardan 1000 dollargacha bo'ladi. Eskrov xizmat haqqi va undan tashqari bank o'tkazmalari 0,1dan 0,3%gacha. Bu degani 100 ming dollarlik xonadonimizdan 100 dollardan 300 dollargacha va uni obnal qilish, ya'ni naqd qilib olish tizimi 0,5dan 1,5%gacha. Ya'ni 100 ming dollarlik xonadonimizdan 500 dollardan 1,5 ming dollargacha bo'lyapti. Umumiy summada 2 mingdan 2800 dollargacha aylanyapti. Agar bizning ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosish efirdan chiqmasin. Kuninglar xayrli o'tsin.